İşgaliyetçi Komünist Xitoy hokimiyati Sharqi Turkistonda Uyg'ur musulmonlarga qarshi bostirish va tutqun qilishni davomlashtirmoqda. Amdilikda Xitoyning masjidga borgan Uyg'urlarni ta'qib qilish uchun masjid darvozalariga 100 tonish uskunlar o'rnashtirishga boshlaganligi bildirildi. Fransiya 24 torining xabar qilishicha, ishg'ol ostidagi Sharqi Turkistonning Urumchi shahrida masjidlarning kirish eshiklariga 100 tonish uskunlar o'rnatishga boshlagan. Ko'zatchilar buni Xitoyning Uyg'ur musulmonlariga qaratgan bostirish va ularni masjidlardan to'sishning yangi bir usuli deb qaragan. Sharqi Turkistonda millionlagan Uyg'urlarni yig'ilish lagerlariga qamagan Xitoy bu yerdagi kishilarni haqsiz eg'ir emgaklarga selayotganligi o'ttirg'i chiqdi. Lager sirtidagi kishilarning faqat 3 vaqt tomoq badaliga ishlayotganligi oshkorlandi. Ma'lum bo'lgan ko'rinishda Uyg'urlarning besim ostida ishlayotganligini, shundaqla ularning ochliq va org'inlikdan betap bo'lganligini ko'rsatmoqda. Xitoy iqtisodiy Amerika va Xitoy orasidagi savdo urushining zarbasiga uchradi. Eng yangi uchurlarga asoslanganda Xitoyning tashqi savdo miqdori yaqinqi 4 oyda tushgan bo'lib, Amerika bilan bo'lgan savdosi yaqinqi 9 oyda ro'shan tuvallagan. Amerika bilan Xitoy orasidagi savdo hajmi avgust oyida oldingi oyning o'xshash mazgiliga qaraganda 17,4% tushib, 47 milliard 700 million dollar bo'lgan. Rossiya Kommersant gazeti Saudiya Arabiston davlat neft shirkati Amerikaga tava 2 zavod odamsiz aeroplan hujumiga uchragandan keyin Saudiya Arabiston doiralarining neft ishlab chiqarishining 50% ga tushganligini qabul qilganligini bildirdi. Mazkur gazetning Saudiya Arabiston xabar agentligidan naql qilib aytishicha, Amerikaning 2 zavodi hujumiga uchragandan keyin kunlik neft ishlab chiqarish miqdori 5 million 700 ming silindr ozlagan. Xabarlarda aytilishicha, Energiya ministri Shahzoda Abdulaziz bin Salman Al Saud neft ishlab chiqarishning 50% atrofida tushganligini dalillagan. İsrail Baş Ministri Benjamin Netanyahu, Amerika prezidenti Donald Trump Palestin İsrail meselesini hal qilish uchun tayyorlagan va 100 yil kelishimi deb atalgan planda Yordan daryosining g'arbiy qirg'og'idagi qonunsiz Yahudi o'ltiraq rayonini İsrailga qo'shib etishning yer olganligini aytdi. Yordan daryosining g'arbiy qirg'og'ida kabinet a'zolari bilan yig'in ochgan Netanyahu bu rayondagi qonunsiz Yahudi o'ltiraq rayonlarining İsrailga qo'shib etilganligi haqida yangi va'da berdi. Netanyahu bu qonunsiz o'ltiraq rayonlarining İsrailning bexatarligi va merosining qo'g'dilishi uchun muhim ekanligini aytdi.